Siz jigaringizga eng og'irlik nima deb o'ylaysiz? Yog'li go'shtmi yoki fastfoodlar? Yo'q, ko'p hollarda bu har kuni siz yeydigan oddiy uglevodlar. Hatto oddiy non ham. Lekin gap nonda emas, gap qancha va qanday yeyishingizda. Agar siz tez-tez perkus qiladigan bo'lsangiz, shirinlik va nonni ko'p iste'mol qiladigan bo'lsangiz, ovqatlanish rejimi tartibsiz bo'lsa, jigar doimiy ish rejimiga o'tib ketadi. Natijada nima bo'ladi? Organizm signal berishni boshlaydi. Qorinda dam bo'lish, og'irlik hissi, og'izda achchiqdan, yuzda turli xil toshmalar, muammolar, doimiy charchoq. Nima degani? Bu jigar "men charchadim" deb signal berayotgani. Muammoning yechimi nimada? Dorilarni tartibsiz ichish emas, internetdan tasodifiy detokslar ham emas. To'g'ri yondashuv, ya'ni bosqichma-bosqich. Jigardan ortiqcha yukni olish, safro chiqishini normallashtirish, ichakni to'g'ri ishlatish. Shundagina organizm o'zini o'zi tozalay boshlaydi. Aks holda siz faqat simptomni yopasiz, xolos. Sabab esa ichkarida qolib ketaveradi. Agar sizga mana shunday kurs nimaga asoslanishi va u oddiy detoks bilan nimasi bilan farq qilishi bilish qiziq bo'lsa, izohlarda plyus belgisini yozib qoldiring yoki profil shapkasidagi havola orqali Telegram kanalimga obuna bo'ling.